Assalomu alaykum aziz obunachilarim. Bugun sizlar bilan birga oddiygina go'sht bilan kartoshka qovuramiz. Bugun ishlarimiz qisqa ko'payib ketdi, shuning uchun osonroq, tezroq pishadigan ovqatni tanladim. Qani boshladik. Birinchi bo'lib qozonni gaziga qo'yaman. Kartoshkalarimni tayyorlab olganman. Archiq to'g'rab, kartoshkalarimni maydaroqlik uchun vaqt ko'p qolmasin deb birinchi to'g'rab olib, keyin videoni boshladim. Qani boshladik. Bugün bitta nima eshitib qoldim. YouTube'da kartoshkani archib to'g'rab yarim soat, kamida yarim soat suvga solib qo'ysak, semirtirmas ekan. Xotirani yaxshilarkan, kartoshkaning foydasi ko'p ekan. Bizni semirtiradi deb unaqa ko'p kartoshka qilmay qo'ydim. Shuncha vaqtlar archib suvga solib qo'ydimda. Ozginasini olib, tuzlab oldim. Tuzlab olganim sababi ozrog'ini olib, tuzlab oldim. Tuzlab olganim sababi kartoshkalarimiz chiroyli bo'lib qizaradi. Qani, bismillahirrohmanirrohim.
o'ynamas edim. Ko'zdan qochirmasdim seni hech qachon. Bir kunma choq sira o'ynamas edim. Ovqatimiz pishdi. Qani ochib ko'raylikchi. Bismillahirrohmanirrohim. Yo, bismillah. İkimiz olamın kalemi bir kunma choq o'ynab yashirdik. Mana tayyorlagan taomimiz tayyor bo'ldi. Bizni qayta Onlarli sistemadan necha baho qo'yasiz? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. O'qib juda ham xursand bo'laman. birimiz